Salomatlik inson uchun eng katta boylikdir. Uni asrab-avaylash nafaqat zamonaviy tibbiyot markazlariga bog'liq. Qolaversa, insonning o'z bilim va ko'nikmasi hamda kitob mutolaasiga ham bilvosita bog'liqdir. Bugun yurtimizda tibbiyot sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy tibbiyot markazlari, yangi uskunalar, raqamlashtirish jarayonlari jadallik bilan yo'lga qo'yilib, barchasi inson salomatligiga daxldordir. Ayniqsa, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida bu borada juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Ana shular to'g'risida bugun tafakkur yo'lida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum Elmira opa. Va alaykum assalom. Avvalambor vaqtingizni ajratganingiz uchun tashakkur aytamiz. Elmira opa, bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimiga juda katta hukumatimiz tomonidan e'tibor qaratilyapti. Aynan mana shu islohotlar yo'lida qanday ishlar amalga oshirilyapti, shular haqida qisqacha gapirib bersangiz bizga. Umuman tibbiyot sohasidagi islohotlar doimiy bo'lishi kerak va ayniqsa uni 38 milliondan ziyod aholisi bor mamlakatda bu boradagi ishlar juda ilmiy va amaliy tajribalarga asoslangan holda va xalqaro tajriba bilan taqqoslagan holda olib borilishi kerak va davlatimiz rahbari tomonidan umuman sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar boshqa yo'nalishdagi islohotlardan ko'ra ustuvor qilib belgilangan va bu ustuvorlik nimalardan iborat hozirgi kunda. Biz 9 yil davomida sog'liqni saqlash tizimida ko'pgina yutuqlarga erishdik. Birinchi yutuqlarimizdan biri bu ixtisoslashgan markazlar hududlarga yaqinlashtirildi. Xususiy klinikalar avval 3000 ta bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda 9000 dan ziyod xususiy klinikalar bor. Sug'urta tibbiyotini biz boshlab oldik va bu aniq qadamlar bilan oldinga qarab siljib bormoqda. Raqamlashtirish masalalari ham bugungi kunda qanchalik to'siqlar ko'p bo'lmasin, mana bugungi kunda raqamlashtirish o'zini qandaydir natijalariga ega bo'layapti. Biz 37,5 million aholini yagona elektron bazaga jamlay oldik. Bugungi kunda o'sha aholi o'rtasida boshlaganimizda qandaydir bir e'tirozlarga sabab bo'lgan elektron retsept masalalari ham hal bo'la boshlayapti. Chunki raqamlashtirish jarayonlari izchil amalga oshirilyapti. Izchil amalga oshirilyapti. Bugungi kunda shuncha qilingan harakatlar, natijalar ko'rsatdiki, birlamchi tizimda aholi o'rtasida kasalliklarni oldini olish masalasi ustuvor. Chunki har bir mamlakatda kasallikni davolash bu iqtisodiy nuqtai nazarda ham, oiladagi muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatlari aniq, bu mubolag'a emas. Shuning uchun profilaktika masalalari oldinga surilgan. Davlatimiz rahbarining o'tgan yili 88-sonli farmonlari imzolandi va 185-sonli prezident qarori ham imzolandi. Bu qaror va farmonda aynan birlamchi tizimni mutlaq yangi mexanizmlarni yaratish to'g'risida topshiriq berdi. Birlamchi tizimning bu mexanizmlari avvalambor 15 ta tajriba sinov tuman shaharlarida amalga oshirilishi boshlandi. Chunki unda har qanday islohot tajriba sinov orqali bo'lsa, keyin uni ijobiy natijalarini butun mamlakatga qo'llash mumkin bo'ladi. Bu qaysi yo'nalishdagi o'zgarishlar? Bu avvalambor birlamchi tizimda avvalgidek 2000 ta aholiga bitta shifokor emas, 3000 ta aholiga bitta oilaviy shifokor va unda avvallar agar ikkitagina patronaj hamshira bo'ladigan bo'lsa, bu yangi loyiha bo'yicha patronaj hamshiralarning soni 4 tagacha ko'paydi. Ya'ni har 1000 aholiga bittadan patronaj hamshira va amaliyot hamshirasi degan lavozim tayinlandi. Har bir tibbiyot muassasalari, ambulator tizimdagi tibbiyot muassasalari hokimliklar yordamida to'liq ta'mirlash, zarurat bo'lganda, to'liq rekonstruksiya zarurat bo'lganda to'liq yangi binolarni qurish topshirig'i berilgan edi. Bu hujjatlarda va 15 ta tajriba sinov hududlarida biz birlamchi tizimni har bir fuqaroga yo'naltirilgan jarayonlarni amalga oshirdik va bunda ayniqsa shifokorlarni
KPI tizimida ishini baholash orqali ularga KPI natijalari yuqori bo'lgan shifokorlarga ustama haqlarni to'lash, hamshiralarga ham xuddi shunday. Malaka oshirishi, o'quv jarayonidan o'tgandan keyin ularga avtomatik ravishda ustama haqlarini to'lash masalalari bu hujjatlarda yozilgan va bugungi kunda agar u shifokor yoki hamshira yuqori malakali bo'ladigan bo'lsa, agar bu shifokor hamshirani biriktirilgan hududida kasallanish kamaygan bo'lsa va barcha kasallanish ko'rsatkichlari ijobiy tomonga o'zgarib, onalar o'limi yoki go'daklar o'limi sodir bo'lmagan bo'lsa, demak uning ish haqi ustama haqlar orqali oshirilishi nazarda tutilgan. Yana bu hujjatda albatta sug'urta tizimiga o'tishimiz masalalari, mana hozir barcha ixtisoslashgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlarida va respublika muassasalarida sug'urta tizimi yo'lga qo'yilgan va bu sug'urta tizimi o'sha kafolatlangan paket doirasida har bir fuqaroga yordam ko'rsatiladi va bu gospitalizatsiya vaqtida har bir bemorni shu muassasaga yotqizish uchun ko'rsatmalari elektron tizimga kiritiladi. Agar bu ko'rsatma aniq protokol asosida bo'lsa, demak bu fuqaroga sug'urta orqali tibbiy yordam ko'rsatiladi. Sug'urta tizimi nafaqat davlat muassasalariga, balki xususiy klinikalarga ham qo'llanilish boshlandi, chunki har bir fuqaro davolanishi uchun o'sha fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunga asosan shifokorni tanlash huquqiga ega. Ilmira opa, kuchli tibbiyot bu kuchli mutaxassis deganida, kuchli mutaxassislikni esa bu inson nafaqat atrofidan, qolaversa o'ziga yaratilgan imkoniyatlardan kelib chiqqan holatda o'z ustida ishlab va zamonaviy bilim ko'nikmalarga ega bo'lsagina aynan o'zi xohlagandek o'sha korxona deymizmi, tashkilot deymizmi, muassasa deymizmi, tibbiyot markazlari deymizmi, o'sha joyning haqiqiy bir egasiga, vakiliga aylanadi, to'g'rimi? Har bir hozir gapirgan fikringiz bu umuman tibbiyot sohasidagi shifokorga va hamshiraga qo'yiladigan talablarni barchasini qamrab olgan. Juda to'g'ri, shifokor, tibbiyot xodimi bilim olish kerak. O'sha bazaviy bilim, o'sha oliy o'quv yurtida oladigan. Keyin u agar o'sha bazaviy bilimi asosida xizmat qiladigan kasblardan qandaydir yuqoriroq kasbga ega bo'ladigan bo'lsa, u klinik koordinatura, magistraturada o'z mahoratini, bilimini oshirib, keyin o'sha tor sohadagi mutaxassis lavozimida faoliyat yuritishi mumkin bo'ladi. Bu asosiy bilim olish. Keyin davlat tomonidan har bir kasb va ixtisoslik egasi har 5 yilda o'z malakasini oshirish kerak. Bu davlat hisobidan bo'ladi. Agar u o'zini ustida ishlab, o'z kasbi yo'nalishi bo'yicha qandaydir eng zamonaviy texnologiyalarga ega bo'lishi kerak bo'lsa, bu jarayon albatta aynan o'sha mutaxassisni o'zini qiziqishiga bog'liq va bu boradagi davlat tomonidan beradigan imtiyozlar ham mavjud ekanligini aytib o'tmoqchiman. Ayniqsa noyob kasb egalari, bu o'sha morfologlar yoki bo'lmasam renginologlar, o'sha xavf darajasi katta bo'lgan kasb egalariga albatta davlat tomonidan imtiyozli bepul o'qishlar, malaka oshirishlar belgilangan bo'ladi. Bu o'sha davlat tomonidan taklif etiladigan o'quv jarayonlari, lekin siz juda to'g'ri gapirdingiz. Har bir shifokor o'zini ustida doimiy ishlash kerak. Bu doimiy ishlash har kungi, masalan, hamshira kuniga o'zini kasbiga taalluqli 3-4 betdagi o'zini ixtisosligi bo'yicha bilimga ega bo'lib, yo u yo'riqnoma bo'lsin, yo uni kasbiy o'sha ilmiy adabiyoti bo'lsin, o'qimasa, u o'zini haqiqatan malakali shifokor yo hamshira sifatida ko'ra olmaydi. Har kuni o'qish va har kuni har bir tibbiyot muassasasida ertalabki muhokamalar masalasi bor. Ko'plar buni noto'g'ri qabul qiladi. Ertalabki o'sha 5 daqiqalik deb yarim soat o'tirib muhokama qilinadi deyiladi, lekin mening tajribam shuni ko'rsatadiki, agar har bir tibbiy jamoa
kechqurungi navbatchilikdan keyin ertalab har bir kasal bemor to'g'risida muhokama qilmasa, uni holatidagi og'ir yoki bo'lmasam ijobiy tomonga o'zgarishlar to'g'risida o'z fikrini aytmasa yo qandaydir shifokor xatoliklari to'g'risida muhokama bo'lmaydigan bo'lsa, bunday jamoada shifokorlar ham, hamshiralar ham kasbiy nuqtai nazardan to'xtab qoladi, u o'smaydi. Bu muhokamalar juda ham kerak. Bu kundalik muhokamalar. Yana malaka oshirishning zo'r jarayoni har haftada bir marta har bir muassasada, tibbiyot muassasalarida protokollar, eng zamonaviy protokollarni o'rganish jarayonlari bo'lishi kerak. Va har oyda bir marta bu muassasani o'zini jamoasida qandaydir bir noyob holatlar yoki bo'lmasam o'lim holatlarini katta klinik patanatomik konferensiya shaklida muhokama qilish kerak. Shunda har bir qilingan harakat u to'g'rimi, noto'g'rimi tahlil qilinadi va bu harakatlarni tahlili asosida butun o'sha konferensiyada ishtirok etayotgan muassasa jamoasi o'zini bilimini mustahkamlaydi. Va albatta xalqaro konferensiyalar yoki bo'lmasam hududiy konferensiyalar ham o'sha yarim yilda, har oyda yo bir yilda necha marotaba bo'lsa, u ham tibbiyot xodimini malakasini doimiy oshirishda o'zini ishtirokiga hissa qo'shadi. Mana shunday jarayonlar, bu jarayon bo'lmasa tibbiyotda hech qaysi bir shifokor, hech qaysi bir hamshira o'zini o'sha yuqori malakali kasb egasi ekanligini va bemorlar undan rozi bo'lishi to'g'risidagi masalani o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Chunki aynan mutolaa davomida inson nafaqat bilim ko'nikmasi kerak bo'lsa, muomala madaniyatini ham shakllantirib boradi. Albatta. Bu muhim ahamiyatga ega, ayniqsa vrachlar, shifokorlar uchun. Har bir shifokor, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pgina taniqli tarixda ham yozuvchilarimiz avval shifokor bo'lishgan. Anton Pavlovich Chexov, Bulgakov, bular adabiyot, badiiy adabiyot o'qimagan shifokor, u albatta juda ham to'g'ri aytdingiz, bemor bilan muloqot. Bilasizmi, bemor bilan muloqot va bemorga uning holati to'g'risidagi suhbat yoki bo'lmasam bemor qarindoshlari o'rtasidagi suhbatda shifokorning mahorati juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar u kitob o'qimagan bo'lsa, agar u o'sha o'tgan kunlardagi Yusufbek hojini bu xonadondan hech kim norizo bo'lib ketishi kerak emas degan jumlasini qayta o'qib bemorlarga va qarindosh urug'larga ana shu asosda javob bermasa yo suhbatlashmasa, albatta internet tarmog'idagi salbiy holatlar, negativlar yoki bo'lmasam bemorni o'zini holatidagi yomonlashuv jarayonlari, noto'g'ri muomaladan yoki bo'lmasam tushkunlikka tushib qolish, tushkunlikka tushishi bu juda ham katta nojo'ya harakatlarga, oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday bemorlarni men reanimatolog, anesteziologman, reanimatsiya zaliga kirganingizda bemorni har biri bilan jilmayib assalomu alaykum, holatlaringiz yaxshimi deb yoki hamshirani xonaga kirib kelishidagi muomalasidan men bemorlardan keyin eshitganman, iltimos ana u hamshirangiz bizni palataga kirmasin, chunki u kirgandan keyin yo xo'mrayadi yo kim bilandir nuqul urushadi. Siz mana buni nima qilib qo'ydingiz? Lekin jilmayib kirgan hamshira bu zalda bemorlarni hammasini sog'ayishga zo'r qadam tashlagan bo'ladi. Xuddi shunday shifokorlarga ham taalluqli va hatto noto'g'ri muomala orqali bemor qarindosh urug'larini shifokorni o'sha sudga berish holatlari ham bo'lgan. Chunki har bir noto'g'ri muomaladan yo noto'g'ri muloqotdan keyin qandaydir asoratlar bo'lishi ham tibbiyot tarixida juda ko'p uchragan. Chunki badiiy adabiyot tibbiyot xodimini eng zo'r qandaydir bir quroli bo'lishi kerak. Elmira opa, siz yoshligingizda qilgan mutolaaingiz misol uchun va shu bugungacha aynan ana shu mutolaalarga ko'ra bir nima deydi, hayotingizda tatbiq qilib kelgan bir xulosalar bormi aynan o'qigan adabiyotlaringizda? Bolaligimdagi hissiyotlarim to'g'risida gapirmoqchiman. Bugun endi kitobxonlik dolzarblikdan biroz orqada, lekin biz bolalik vaqtimizda 6-5-sinflarda G'ofur G'ulom nomli kutubxona bo'lardi, Chilonzoroq tepasida. O'sha kutubxonaga kirganingizda kitobni hididan, keyin kutubxonachi opamizni
suhbatidagi ovozdagi kuchni pastroq bo'lishidan hamma pichirlashib gaplashish kerak edi va ana shu kutubxonadagi muhitdan zavqlanish hissiyoti haligacha menda bor. Men agar kutubxona desa o'sha davrni eslayman va kutubxona opamizni bizga har bir kitobni qaysi muddatga berishlarini men uchun juda ham qiziq masala edi. Hech kim ochib o'qimaydigan kitoblarni bemalol 2 hafta muddatda o'qishim bo'ladi deb, lekin qo'ldan qo'lga o'tadigan kitoblarni bir kungagina berishlari va bir kunga berilgan kitobni uyga kelgandan keyin onam urushmasinlar deb ko'rpani tagiga fonar bilan kitob o'qib ertalabgacha topshirishimiz kerakligi to'g'risidagi jarayonlar hech esdan chiqmaydi. Albatta, badiiy adabiyot ayniqsa o'sha har bir davrda kitobni har doim turli xil tushunishni ham men o'zimga xulosa qilganman. Chunki eslayman o'sha o'smirlik davridagi o'qigan kitoblarimda o'sha salbiy qahramon yo ijobiy qahramon deb o'ylagan qahramonlarim yetib turmushga chiqib farzandlarim katta bo'lgandan keyin yana vaqt topib o'sha kitobni o'qiganimda ular joyini o'zgartirganini ham ko'rganman. Lekin har safar o'qiganda boshqacha xulosalarga kelaverasizda. Keyin xulosalar boshqacha. Endi sizni tajriba ko'rgan joy mavqelaringiz boshqacha, keyin qiziqishlaringiz boshqacha. Shuning uchun har xil bo'ladi va umuman men hozirgi kunda mana hamshiralar bilan ayniqsa gaplashayotganda, shifokorlar bilan gaplashayotganimda ham aynan shu masalani qo'ydik. Hatto patronaj doyalarimiz bor mamlakatda 8,5 mingdan oshiq. Ana shu patronaj doyalariga men topshiriq berganman. Kelinglar kichkinaga tanlov qilaylik. Mening uy kutubxonam. Har bir patronaj hamshirani uydagi kutubxonasi 2 qismdan iborat. Ilmiy adabiyot, badiiy adabiyot, sohaviy adabiyot va badiiy adabiyot. Ana shu kutubxonalarning kattaligi bo'yicha ular musobaqa qilishgan. Chunki bu ham o'sha kutubxonani shakllantirishda, kitob ochib o'qishdagi va ayniqsa badiiy adabiyot o'qishdagi qiziqishni va o'sha motivatsiyani shakllantiradi. Men o'ylaymanki, baribir o'sha kitob o'qish madaniyatini saqlab qolishimiz kerak va buni ko'proq topshiriq qilib yosh oilalarga berish kerak. Farzand tarbiyasida farzandda kitobga qiziqish uyg'otish. Chunki bilasizmi, ijtimoiy tarmoq, telefonlarni hayotimizga kirib kelishi munosabati bilan biz hatto jumlani to'g'ri tuzishdan ham yiroqmiz. Chunki har xil qisqa so'zlar, ha yoki yo'q, yoki chetdan kirib chiqqan har xil buzilgan jumlalar yoki bo'lmasam haqoratlar ko'proq hayotimizga kirib boryapti. Biz esimizdan chiqyapti. Oiladagi barqarorlik, farovonlik, muhit, baraka kirishi ham hatto oiladagi o'sha chiroyli munosabatlar orqali bo'ladi. Men o'sha katta hayotiy tajribamga suyanib shuni aytmoqchimanki, oilaga farishtalarni kirishi bu juda ham kerak. Biz buni go'yoki qandaydir virtual deb o'ylaymiz, lekin oilaga farishtalarni kirishi oiladagi ming bor uzr ayollarimizga ayolni mafkurasiga, ayolni madaniyatiga va ayolni o'sha muomaladagi kuchiga va tarbiyadagi kuchiga bog'liq. Chunki erkak baribir ko'chani odamni ko'pligiga yoqmaydi bu narsa, lekin men aytaman, o'zbek qadriyatida bizning buvilarimiz o'sha dodamlar dasturxon atrofida o'tirganlarida dodamlar gapirardilar, buvimlarning ovozlari eshitilmas edi. Dodamlar keyin o'sha ovqatni tanovul qilib, men endi hujramga kirib ketdim deb chiqib ketganlardan keyin oyimlarning ovozlari chiqardi. Va dasturxon atrofida o'tirganda oyimlar dodamlardan yarim qadam orqada o'tirardilar. Mana shunday o'zbek qadriyatida durdona qoidalar bor edi. Ayol kishi erkak ko'chadan kirib kelganda qo'liga yuvish uchun suv tutqazib, sochiq bilan undan hol so'rashadi. Qayerda yuruvdingiz degan savol emas. Bu eng noto'g'ri savol deb men hozirgacha tasdiqlayman. Bu eng noto'g'ri savol. Oilani mustahkam bo'lish uchun siz qayerda yuruvdingiz degan berilgan savol bu oilani o'sha mustahkam bo'lish kerak bo'lgan imoratiga
yo tesha yo Bolta urishidan boshqa hech nima emasligini aytmoqchiman. Shuning barobarida Elmira opa, bugungi ko'p aksariyat yoshlarimiz, hattoki o'zimiz ham biroz asabiy, tajang bo'lib qolganga o'xshaymiz. Ba'zi bir mavzularda boshqacha yondashamiz, sabr qanoat yetishmayotgandek. Bu ko'pincha albatta yosh shifokorlarimizda ham sezilib qoladi ba'zida. Buning tub zamirda menimcha tafakkur yetishmasligi, tafakkur qilmasligimiz, ko'p narsaga ko'rib turib, guvohi bo'la turib xulosa chiqarmasligimiz, menda bo'lmaydi degan yoki katta bir kibr bormi yoki bo'lmasam o'sha narsani tushunib yetish uchun bilim ko'nikmamiz ozlik qiladimi? Bunga qanday qaraysiz? Bu fikringiz, men har bir shifokor xatosi to'g'risidagi holatni o'rganishdagi bor holatni aytyapsiz. To'g'ri, globalizatsiya bugun butun dunyodagi har bir insonni asab tizimiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Bu ma'lumotlarni tezlashuvi, raqamlashtirishi hayotga kirib kelgani, keyin o'zaro muloqotda o'sha sabrsizlik masalalari juda ham oldinga turib ketganini aytyapsiz, lekin men o'z shogirdlarimga, hamkasblarimga bu borada quyidagi tartibni o'zini hayotiga kiritish shifokorlikni qabul qildimi? Demak, bemor bilan bo'layotgan muloqotda islomda yozilgandek ikkita urushayotganning ichida kuchlisi aybdor. Shu narsa yozilgan. Shifokor bilan bemor o'rtasida qandaydir nizo paydo bo'ldimi? Demak, bunga kim kuchli? Shifokor aybdor. Har bir holatdan yechim yo'lini topish mumkin va bugungi kundagi o'sha sabrsizlik, kibr, bu tibbiyotda ustoz shogird masalalari yo'q bo'lib borayotganidan dalolat. Biz misol uchun ustozlarimiz, o'sha professorlar, dotsentlar yo oddiy shifokor bo'lsa ham, siz undan o'rganish uchun kelgan davrda bu ustozni barcha harakatlarini kuzatishga, unga yordam berishga va o'zimizni unga munosib shogird ekanligimizni ko'rsatish uchun barcha harakatlarni qilardik. Hozirgi yoshlarda o'sha misol uchun albatta tajribasi bor shifokorlardan ko'ra ularni hozir yangi oqimlarga, ya'ni o'sha ko'p til bilishi, bu albatta juda ham ijobiy narsa, lekin bu davlat tomonidan berilgan imkoniyat, ota-onangdan o'tgan yaxshi genlar, bu seni hali zo'r ekanligingdan dalolat emas. Bilasizmi, bugungi kunda men ko'proq o'sha butun dunyoda xalqaro miqyosida juda ko'p muvaffaqiyatga erishgan, lekin kamtarlikda beqiyos bo'lgan ko'pgina insonlarni, o'sha dunyo bo'yicha chet eldagi insonlarni misol qilishdan charchamayman. Chunki qanchalik u buyuk bo'lsin, shunchalik kamtarlik. Keyin albatta shifokor tarbiyasida siz aytgan kibr juda ham salbiy rol o'ynaydi. U shifokor sifatida hech qaysi bemorni tuzatish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Hatto qo'li gul bo'lsa ham bu borada natija yomon bo'lishi mumkin. Umuman shifokorda bitta mafkura eng birinchi ketish kerak. Bemor manfaati ustuvor. Seni shaxsiy manfaating emas, bemor manfaati ustuvor bo'lsa, sabr ham qilasan. Seni haqoratlashsa ham, bor qayoqqa borsang bor deydigan gapni sen ikkita tishingni orasida ushlab tura olasan. Sen albatta men sizga yordam beraman, men sizni davo choralarini ko'rishim kerak degan to'g'ri gaplarni topishiga kuch beradi. Shuning uchun kuchlisi aybdor degan masala juda ham muhim masala. Va o'sha bugun talabalar ham agar sen tibbiyot oliy o'quv yurtiga hujjat topshirmoqchi bo'lsang, ana shu bemor manfaati doimiy ustuvor, seni manfaating hech qachon bemor manfaatidan yuqori turmaydigan mafkuraga ko'nsagina hujjat topshirishi mumkin. Men katta zo'r klinikada oq xalat kiyib chiroyli bo'lib yuraman degan mafkura bilan o'qishga kirsa, bu albatta xuddi shu mafkura bilan mana biz hozir Senjut klinikasini professorlari bilan yuribmiz, domlalari bilan. Senjut klinikasi
Amerika Qo'shma Shtatlarini klinikasi bu dunyoda eng nufuzli markaz. Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi bo'yicha barcha yutuqlarga erishgan va bu yutuqlari shu darajada ularni kuchli qilganki, endi bular dunyo hamjamiyatida ana shu sohada o'zini yordamini ko'rsatish uchun kirib boryapti. Ko'ryapsiz, ular hech qanaqa beminnat O'zbekistonga dagi onkologik bolalarga dorini bepul yetkazib berish harakatida yurishibdi. Ko'ryapsiz, ham bilim egasi bo'lib, ham bemor manfaati ustuvor degan mafkura bilan harakat boshlagani uchun dunyoda u eng kuchli, eng boy va boshqalarga yordam berish imkoniyatiga ega bo'lgan markaz bo'ldi. Biz ham markazlarimiz ana shu bemor manfaati ustuvor degan mafkura bilan biz hozir mana shu yerda suhbatlashib turgan bolalar milliy markazi ham ana shu bemor manfaati ustuvor degan masalaga rioya qilib faoliyat yuritmoqda. Chunki bilasizmi, ko'pgina og'ir kasallarimizni o'z funksiyasidan tashqarida bo'lsa ham davolash uchun qabul qiladigan markaz mana shu. Bolalarimizni ko'pi o'zini faoliyatiga taalluqli bo'lmasa ham qabul qilishadi. Chunki bu komanda, bu milliy markazni shifokorlari ana shu og'ir holatga tushgan bolalarga yordam berib, o'sha bemor manfaati ustuvor degan mafkurani o'z jamoasida shakllantirgan. Davlatimiz rahbari ham aynan shunday fikrlarni ilgari suradilarki, inson manfaati bu islohotlar markazida. Har bir harakatimizni markazda bu inson turibdi. Albatta, men ba'zi bir boqimandalik hissiyoti juda o'tkir bo'lgan katta yoshdagi ba'zi fuqarolar to'g'risida gapirmayman, men bolalar to'g'risida. Chunki barcha kuch, barcha harakatlarimiz farzandlarimizga, bolalarga berilishi kerak. Chunki ularni o'sha boqmandalikdan yiroq, mehnatsevar, bilimli va yaqinlari, ota-onasi, ukalari va do'stlarni manfaati har doim ustuvor bo'lib qabul qilish degan insonparvarlik tuyg'usini shakllantirishimiz juda muhim ekanligini aytmoqchiman. Chunki kattalarda buni qilib bo'lmaydi. Bolalar bu yurtimiz kelajagi. Rivoyatdan bor-ku, 5 yashar bolani buni qachon tarbiyasi bilan shug'ullanish desa, bolangiz yoshi nechida desa, 5 da desa, 5 yilga kechikibsiz deydi. Bola tarbiyasida juda muhim bizni qandaydir suyanchiqlarimiz bor. Bolalarni tarbiyasini o'zgartira olsak, umidimiz bor. Umidimiz, chunki kattalarni hozir boqmandalikdan yo tibbiy nuqtai nazardan o'zini salomatligiga befarq bo'lishidan o'zgartira olmaymiz. Lekin bolani o'z salomatligiga, misol uchun, qo'l yuvmasa, u har qanday yuqumli kasalliklarni o'ziga yuqtirib olish mumkin degan tushuncha bo'lsa, u bola ovqat yeyishdan oldin, ovqat yegandan keyin, ko'chadan kelgandan keyin qo'lini tozalab yuvib, u o'sha yuqumli kasallikdan o'zini ehtiyot qilganini shakllantira olamiz. Ana shunda O'zbekiston haqiqatdan tibbiy madaniyati shakllangan mamlakatga aylanib, biz mana katta mablag' ajratadigan, davlatimiz rahbariga cheksiz ta'zim, qanchalik davolanish kasalliklarni og'ir asoratlari ko'p bo'lmasin davolanish uchun barcha mablag' ajratib beryaptilar. Lekin bunda jamiyat, aholini o'zi bu xarajatlardan ko'ra meni kasal bo'lmay sog' yurishim nafaqat davlat byudjetiga, balki oilamdagi farovonlikka ham ta'siri katta ekanligini tushunish kerak. Chunki menga hech kim isbotlolmaydi, xonadonda bitta kasal bo'lgan, bitta bemor bor oila baxtli oiladir. Qanchalik u boy, kuchli deb aytilmasin, lekin bemor. Buni qaysi omillari bor? Birinchi navbatda bu dori-darmon va iqtisodiy, moliyaviy xarajatlar. Bu o'sha oila jamoasidagi mas'uliyatni, bemorga nisbatan mas'uliyatni bir hafta 10 kun tutgandan keyin keyingi bir-biriga ma'naviy ziddiyatlar boshlanadi va albatta bu oiladagi bemorni o'zini dardi, g'ami oiladagi muhitni juda ham ijobiy bo'lishiga xizmat ko'rsata olmaydi. Mana shunday juda ham ko'p omillar bor. Bitta
bemor odamni oilada bo'lishi u nafaqat davlat byudjetiga, balkim oilani farovonligiga ham ta'sir qilishini aniq. Buni hech kim kimlardir aytadi, biz anular boy uyda kasalni o'zi boqib oladi deb, yoki bo'lmasam men kambag'alman, meni oilamdagi bolani kim qiladi deb taqqoslab bo'lmaydi. Bemor bor oila O'zidan o'tganini o'zi biladi deydi. deyarli Ham bejiz aytishmagan sog'lom tanda sog' aql. Qachonki tanamiz sog' bo'lsa, biz aqlimiz bilan chiroyli fikrlay olamiz. O'zi umuman mulohaza yuritamiz. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining xulosasiga ko'ra salomatlik nima? Bu jismoniy sog'liqmi, aqliy sog'liqni Chambarchas chambarchas bog'liqligida. Elmira opa, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun tashakkur aytamiz. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hech kim Iloyim. kasal bo'lmasin. Ilar hamma sog' bo'lsin, oilalar shunda baxtli bo'ladi. Kuchli tibbiyotni kuchli mutaxassislar yaratadi. Kuchli mutaxassislarni esa albatta bilim, salohiyat, harakat va tinimsiz intilish bezaydi. Bizga hamrohlik qilganingiz uchun siz azizlarga tashakkur aytamiz. Yana tafakkur yo'lida uchrashguncha omon bo'ling deb qolamiz.